Davom etamiz. Mustaqilligimizning 34 yilligi arafasida Jizzax shahrida bunyodkorlik va yaratuvchanlik ishlari izchil davom etmoqda. Ayniqsa aholi turmush darajasini yaxshilash, ularning kundalik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni o'z mahallalaridan topishlariga zamin yaratuvchi yangi obyektlarning ishga tushirilayotgani aholiga bayramona kayfiyat ulashmoqda. Navbatdagi lavhamiz orqali shahrimiz mahallalarida foydalanishga topshirilayotgan xizmat ko'rsatish markazlari haqida hikoya qilamiz. Jizzax shahrining Ittifoq mahallasida ikkita xizmat ko'rsatish obyekti ishga tushirildi. Jumladan Shohruh Mirzo Ahmad Grow Farm mas'uliyati cheklangan jamiyatning 3-sonli dorixonasi hamda Termiz Mega Qurilish 222 mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli savdo ofislari tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Marosimda ramziy bog'ichlar kesilib, mehmonlar yangi maskanlar faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tadbirkorlar tomonidan obyektlarning ahamiyati, kelgusidagi rejalar